Diqqat, tezkor. Dollar qulashda davom etmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda respublikamizning eng so'nggi yangiliklarini ko'rishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosishni unutmang. Like bosgan sonni Allohim doimo qo'llasin. Dollar qulamoqda. Dollarning rasmiy kursi ketma-ket pasayishda davom etmoqda. Ayni vaqtga kelib, 1 AQSh dollarining rasmiy kursi 12712 so'm %0.5 so'mni tashkil qilmoqda. Ammo bu hali hammasi emas. Valyuta birjasidagi savdolarga ko'ra, dollar kursi ertaga ham 38 so'mga arzonlashi kutilmoqda. Buning natijasida kurs 2024-yilning 5-sentyabridan buyon ilk marta 12680 so'mdan arzonroq qiymatga ega bo'ladi. So'nggi marta dollarning rasmiy kursi 10-sentyabrda 12681 so'm %79 so'mni tashkil qilgan va shundan keyin muntazam ravishda 12700 so'mdan balandroq kurs amalda bo'lgan. 9 oy o'tib, kurs keskin pasayishi kuzatilmoqda. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.